21-yil dekabr oyida shu oyog'im birdan atkaz berdi. Keyin operatsiya qildirdim. Hech o'zgarish bo'lmadi. Yana mana shu 2025-yil oktyabr oyiga ikkinchi marta poзвоночникdan operatsiya bo'ldim. Ana shu ijtimoiy himoya xodimlari yordami bilan menga qarovchi berdilar. Hamshiralar berdilar. Mehnatlari tufayli men oyoqqa tura boshladim. Sog'lig'imda juda o'zgarishim yaxshi. Harakatlarim yaxshi oldim. Qo'limni ko'tara olmasdim. Oyog'imda uyushishlar bor edi. Bir qadam ham tashlay olmasdim. Faqat shu hadinokda yurardim. Prezidentimizga rahmat. Mana shunday bemor kishilarga yaxshi sharoitlarni yaratib berayotganlari uchun. Hozirgi kunga qadar Navoiy shahrida o'z faoliyatimni olib borayotgandim. Hozirgi kunda Kanmix tumanida 5 nafar ishchi xodimni ish bilan ta'minlab, biz ishimizni, faoliyatimizni boshladik. Olis hududlardan shaharga borib xizmat olishni xohlayotgan keksalarimiz, yolg'izlarimiz bor uchun mana shu xizmatni tashkil qildik. Navoiy shahrida 31 nafar yolg'izga tibbiy ijtimoiy reabilitatsiya xizmatlarini olib boryapmiz. Mana shu kunga qadar shulardan 20 nafari juda ham yaxshi natijaga erishganlar. Mana bugungi kunda endi Kanmix tumanida nogironligi bo'lgan keksalarimizga ham uyiga borib xizmat ko'rsatishni ham tashkil qilamiz. Mana shunaqa imkoniyatlarni biz tadbirkorlarga yaratib berayotgan davlatimiz rahbari hamda Ijtimoiy himoya milliy agentligiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz.